Endilikda ayollarga dekret puli to'lanmasligi mumkin. Avvalgi mehnat qonunchiligiga ko'ra 1 yildan kam ishlagan ayol xodimlar homiladorlik va tug'ruq ta'tiliga chiqqanda ularning o'rtacha oylik ish haqining 75%. Agarda 1 yildan ortiq ishlagan xodimlarga esa ularning o'rtacha oylik ish haqini 100% miqdorda to'lanishi belgilab o'tilgan edi. Biroq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining aholiga davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish tizimini takomillashtirish haqidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan dastlabki ishga kirganiga 10 oydan kam bo'lgan ayol xodimlarga dekret puli to'lanmasligi belgilandi. Endilikda dekret pullari to'lanishi uchun eng kamida 10 oylik davlat sug'urta stajiga ega bo'lishi talab etilmoqda. Yuqoridagi qarorning 4-ilovasi 24-bandiga asosan homiladorlik va tug'ish nafaqalarini hisoblashda ularning o'rtacha oylik ish haqi quyidagi ish koeffitsientlari yuzasidan belgilab o'tildi. 10 oydan 24 oygacha ishlagan ayol xodimlarga ularning o'rtacha oylik ish haqining 75% miqdorida. 25 oydan 60 oygacha sug'urta stajiga ega bo'lgan xodimlarga ularning o'rtacha oylik ish haqining 85% miqdorida. 61 oy va undan yuqori sug'urta stajiga ega bo'lganda esa ularning o'rtacha oylik ish haqining 100% miqdorida ularning dekret pullari hisoblanishi belgilab o'tildi.